Toshkent shahrida tadbirkorlar uchun yanada qulay va shaffof tizim yaratildi. Endilikda tutash hududlardan foydalanish rasmiy ijara shartnomasi asosida yo'lga qo'yilmoqda. Bu esa ko'plab tadbirkorlarga o'z faoliyatini qonuniy va xotirjam tarzda yuritish imkonini beryapti. Avval ayrim tadbirkorlar hujjatsiz ishlagani sabab doimiy xavotir bilan faoliyat olib borgan bo'lsa, bugun yangi tartib ular uchun katta yengillik bo'lmoqda. Joy egalari bilan shartnoma qilindi. Biz endi arendada o'tiramiz. Joy kadastri kerak bo'ldi. Bir kunda qilib berish shartnomalarni. Joylarimiz kattalashdi, qo'shimcha ishchi kuch qo'shildi. Shuning hisobiga daromadimiz ham oshyapti. Yangi tizim faqat qonuniylik emas, tadbirkorlar uchun rivojlanish imkoniyatini ham ochib berdi. Qulay tartib orqali ular faoliyatini kengaytiryapti. Tutash hududlardan foydalanish tadbirkorligimiz uchun ham juda foydali, mijozlarimiz uchun ham juda qulay. Boshlanishiga sal ortiqcha mablag' deb o'ylashlari mumkin, lekin buni orqasida mana biz ko'rib turibmiz, foyda, ancha foyda. Ko'ngillari xotirjam, bemalol ishlashadi. O'zimizga o'xshagan boshqa tadbirkorlarga ham shahar hokimiyatiga murojaat qilishsa, albatta juda qisqa muddat ichida ijara shartnoma qilib berishmoqda. Rasmiy shartnoma tadbirkorlarga nafaqat ishonch, balki kelajak uchun reja qilish imkonini ham bermoqda. Tutash hududga berayotgan ijara puli bizani qoplab beryapti. Klientlarimizni soni ko'paygan. Biz boshida bu yerga kelganimizda juda ham mashinalar ko'p edi. O'zimiz ham даже mashinamizni qo'ya olmasdik. Shu dokument qilganimizdan keyin faqatgina klientlarimizning mashinasi o'tiradigan joyga bemalol joy ortdi. Avval norasmiy ishlaganimiz uchun katta mablag' tikishga qo'rqardik. Hozir joyimiz qonuniy bo'lgach, yangi uskunalar oldik. Mijozlar ham ko'paydi, deydi tadbirkor. Ko'plab tadbirkorlar yangi tartib orqali o'z biznesini barqarorlashtirishga erishmoqda. Bu esa yangi ish o'rinlari yaratishga ham xizmat qilyapti. Men o'ylovdim, rasmiylashtirish juda qiyin bo'ladi deb. Yo'q, yigitlar o'sha paytni o'zida kelib metr qilib, o'sha paytni o'zida shartnomani imzolab, bir kunga shartnomani rasmiylashtirdik. Ikkinchi kunda o'sha shartnoma bizning qo'limizda edi. 6 million 36 ming to'laymiz. 100 kvadrat maydon. Hozir qonuniy bo'lgandan keyin bemalol shunday hujjatni ko'rsatamiz, hech kim indamaydi. Albatta bu foydasi katta deb o'ylayman va boshqalarga ham qonuniy ishlashni taklif qilaman. Bugun Toshkent shahrida tutash hududlardan foydalanish tizimi tadbirkorlar uchun yanada soddalashtirildi. Rasmiy ijara shartnomalari esa ularga qonuniy, barqaror va ishonchli faoliyat yuritish imkonini bermoqda. Eng muhimi, bu kabi qulayliklar yangi ish o'rinlari va qo'shimcha iqtisodiy faollikka xizmat qilyapti.